So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, jamiyatda munosib o'rin egallashlari uchun tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Yuqori Chirchiqda mahalliy tashabbus va startap loyihalar doirasida xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Qishloq xo'jaligining turli yo'nalishlarida ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimalarimiz safi kengayib, bugungi kunda ular soni 500 nafardan ortdi. Aytish joizki, oliy ta'limda qishloq xo'jaligi sohasini tanlayotgan qizlar sonining ortib borishi ham katta samara bermoqda. Bilim va innovatsiyalar milliy markazida bizda albatta olima ayollarimiz juda ham ko'p va albatta bizda ilmiy tadqiqot institutlarimiz bilan birgalikda mana Agrar soha ayollar uyushmasi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikda mana shu yosh tashabbuskor hamda startap loyihalar va ayol xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilayotgan tadbirimizdan ko'zlangan maqsad vazirligimiz tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlarini, yosh olima ayollarini yuzaga chiqarish va ularning qilayotgan o'sha yangiliklari, ilmda, fandagi yangiliklarini demak yuzaga chiqarish va ularni yana ham ishlab chiqarishga joriy qilishdan iborat. Bugungi mana anjumanimizda bizda xorijdan kelgan mehmonlarimiz va qolaversa bizni milliy markazimizdan olimlar va ilmiy tadqiqot institutlarimizni yosh o'sha olima ayollar ishtirok etyapti. Bilganingizdek, bizda ilmiy tadqiqot institutlarimizda olimalari ham bugungi kundagi eng dolzarb masalalarda faoliyat ko'rsatib ishlab kelmoqda. O'zining ilmiy ishlari bilan, loyihalari bilan keng ishlab o'zini hissasini qo'shib kelmoqda. Davra suhbati ishtirokchilari xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda imkoniyat va imtiyozlardan samarali foydalanish, shuningdek, ishlab chiqarishga zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etishda ilm-fanga asoslanish muhimligini ta'kidlab, bu borada hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlarni kelishib oldilar. Bugungi davra suhbatimizni, ya'ni ishlab chiqarishda va ilmda ayollarning roli. Albatta, ayol kishi ishlab chiqarishda boshqaruv rolini olib borishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha doirasida eksportga yo'naltirilishi mumkin. Va mana shu bizani sohamizda, ya'ni mevalarni, yangi navlarini yaratishda, ularni ishlab chiqarishda, ularni agrotexnikasini qay darajada olib borilishida albatta biz o'z tomonimizdan, ya'ni ilm tomonidan va mana shu ishlab chiqarishga tatbiq etamiz. Ilm tomonidan o'rganilgan, ilmiy asoslangan meva turlarini yetishtirish va mana shu yetishtirilgan meva turlari bo'yicha tavsiyanomalar ishlab chiqib, biz har bitta O'zbekistonni chekka hududlarda joylashgan qishloq tomonlarimizga borib, seminar, treninglar o'tkazib, o'zimizni qo'limizdan kelgancha yordamni berib kelmoqdamiz. Shuningdek, tadbir davomida sohaga oid videorolik namoyish etildi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. O'z biznesini yaratish istagida bo'lgan xotin-qizlar va yoshlarning salohiyatini yuksaltirish har qachongidan ham muhimdir. Bunday tadbirlar esa qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.